Bismillahirrohmanirrohim. Butun olamlar Robbisi Robbil alamin, Ar-Rahman bo'lgan, Ar-Rohim bo'lgan, Malikil mulk bo'lgan zotga hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz, shafaat go'yimiz, sayyidimiz, yo'lboshchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salotlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli oqilar, solih ayol qizlarimiz, bugungi suhbatimiz ikki dunyomizga manfaatli suhbatlardan bo'lishligini Alloh taolo nasib etsin. Inshaalloh sizlar bilan yangi loyiha boshlaymiz. Bu sunnatlarni tiriltirish, ya'ni sunnatlar tiriltirsak qalbimiz tirilishi haqida suhbatlar qilamiz. Haftada bir kun yangi sunnatni hayotimizga olib kirishga yoki oldin qilib yurganlarimizni endi e'tibor bilan sunnat bo'lganligi yuzasidan qilishlikka harakat qilamiz. Nima uchun? Sabab, hammamiz iymon keltirganmiz. Ideal hayot, yaxshi hayot, to'kis hayot, Alloh taolo buyurgandek yashash bu sunnatda keltirilgan. Lekin ko'p holatlarda unga amal qilishda qiynalamiz. Ham hurmat ma'nosida ham, qalbiy holatida ham o'zini shuncha uyg'onishdagi duoni o'qiganlar, misvok ishlatganlar, ya'ni og'izni tozalaganlar, burunni tozalaganlar, qo'llarini 3 marta yuvganlar. Demak, buni sirlari haqida gaplashamiz. Nima uchun? Yuzni qo'l bilan artganlar, ya'ni ko'zlarini qo'llari bilan ishqalaganlar. Bunda insonni miyasiga uyqu tugadi degan signal bor ekan, qon aylanishi faollashni boshlar ekan. Uyqudagi sustlikdan harakat qilishga o'tilar ekan. Odamda dangasalikni sindiruvchi birinchi qadam bo'lar ekan bu. Endi uyg'onishda aytiladigan duoyimiz bor. Ya'ni tongni shukur bilan boshlaganda insonda
stress gormonlari pasayar ekan. Miyada sokinlik hissi oshar ekan. Yana menga bir kun berildi degan hissiyot paydo bo'lar ekan. Hayotni og'ir yuk emas, ne'mat sifatida ko'rishdan boshlar ekan. Qachonki inson uyg'ongandagi duoni tafakkur bilan ma'nolarini anglagan holatda aytsa. Demak, bizni nafasimizni urishi ham, nafasimizni olishimizni ham, ko'zimizni ochishimizni ham Allohning ixtiyori bilan. Demak, bugungi kunni Alloh bizga hadya qildi. Ya'ni o'zimiz olmadik, o'zimizni kuchimiz bilan buni Alloh hadya qildi. Shunda inson bugungi kunga imkoniyat deb qarashni boshlaydi. Uyqu bu kichik o'lim. Ya'ni unda nazorat yo'q, kuch yo'q, reja yo'q. Biz bir necha soat butunlay ojiz bo'lganmiz. Endi yana o'zimizga shu kuchni Alloh qaytardi. Biz Allohsiz hech narsa qila olmaymiz. Demak, tongdayoq bizga oxirat eslatilyapti. Bugungi kun ham abadiy emasligini, har tong bir kundan kamayayotganligini, bugungi kunni imkoniyat deb foydalanishligimizni so'rayapti. Demak, tongda bu duoni o'qishimiz barcha narsadan oldin Allohni eslashimizga, muammolardan oldin ne'matlarni eslashimizga, tashvishdan oldin maqsadni eslashimizga, charchoqdan oldin hayot berilganligini eslashimizga sabab bo'ladi. Ya'ni alhamdulillah, ya'ni Allohni eslaymiz. Shukr etyapmiz. Demak, muammoni emas, ne'matlarni o'ylayapmiz. Demak, tashvishdan oldin maqsadni, ya'ni hali tashvish qilmasdan oldin bu kunga imkoniyat deb nom berdik. Demak, maqsadimiz bu imkoniyatdan foydalanib olish. Charchoqdan oldin hayot berilganligini eslayapmiz. Bu kun Alloh bergan hadya deb qabul qilyapmiz. Tongda shunday holatda alhamdulillah bilan uyg'onganda miyada xavfsizlik hissi kuchayar ekan. Tonggi mental dasturni eng yaxshisi bu duo ekan. Buni sekin, xotirjamlik bilan aytishimiz kerak bo'ladi. Endi duoni o'qigandan keyin og'iz tozalanadi misvok bilan. Imkon darajasida endi misvok bilan tozalashda ham mohiyatida og'izni tozalash turadi. Og'izni tozalashimizga sabab birinchi bo'lib niyatimiz. Niyat. Ya'ni siz tildan chiqadigan so'zlarni tozalashni niyat qiling. Biz ko'proq og'izni yuvishdan maqsadimiz tishlarimizni pok saqlash, og'izni pok saqlash, lekin birinchi maqsadimiz og'zimizdan chiqadigan so'zlarni pok bo'lishini niyat qilishimiz. Chiroyli so'zlarni gapirishni bugun niyat qilamiz. Burunni tozalash, ya'ni burun bu nafas olish eshigi. Demak, bugun oladigan nafasimiz uchun shukronalik keltirishga,
sabab bo'lishi kerak. Endi kechasi burunni ichida shayton tunarkan. Shaytondan xalos bo'lish uchun ham, shaytoniy vasvasalarga yengilib qolmaslik uchun ham burunni tozalash kerak bo'lar ekan. Demak, burunni qattiq tozalash bizda kislorodni yaxshi aylantirar ekan miyada. Buni ilmiy tomondan miyani uyg'otar ekan, hushyorlikni oshirar ekan. Ruhiy tomondan ichki tiqilmalarni ketqizar ekan, ya'ni siz ertalab qanday uyg'onasiz? Taqdiringizni shunday kutib olasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan, ya'ni sunnatlari bilan tongni kutib oling. Shunda u zotning hayotlari ham sizning hayotingizda aks etadi. Demak, ideal hayot bu sunnatlarda. Biz qanchalik sunnatni ko'paytirsak, bizning qadrimiz ham shunchalik bu hayotda ham, oxirat dunyosida ham bizni qadrimiz, hurmatimiz, e'tiborimiz shunchalik baland bo'lishiga sabab bo'ladi. Demak, hafta davomida har kuni uyg'onganimizda 5 ta sunnatni qayta o'zimizga dasturlaymiz. Albatta buni kommentariyada ham yozib qoldiringlar. Inshaalloh yana davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, vaqtlaringizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.